mana yerga qo'yishga. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bismillah, tavakkaltu ala Alloh va la havla va la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allohim o'zingga maqtovlarimiz bo'lsin, cheksiz shukrlarimiz bo'lsin. Allohim, mana shu mahluqotingni yaratibsan, shu mahluqotingni boshqarishni ilmini o'zing bizlarga o'rgatibsan, o'zingga maqtovlar bo'lsin. Shu mahluqotingni boshqarishda o'zing bizga yordam ber. Yerdan osmondan kelgan balo qazo ofatlardan o'zing saqla. Ko'z tegishidan, nazar tegishidan Allohim o'zing saqla. Shayton va jinlarning yomonligidan saqla, odamlarning yomonligidan o'zing saqla. Mana shu ishimizni eson omon, sihat salomat, puxtalik bilan to'la to'kis ado qilishlikni nasib et. Olisdagi ota-onalarimiz, birodarlarimizni umriga, sog'liqlariga, iymonlariga barakot ber. Allohim o'zing duolarimizni qabul qil. O'zing Al-Hafiz, himoya qilguvchisan. O'zing Allohim bizlarni himoyangda, himoyangda saqlagin. Duolarimizni qabul qil. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma solli va sallim